Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun 15-sentyabr, haftaning dushanba kuni biz Toshkent rayoni Hasanboydamiz. Semental chakan xonadonlariga kelganmiz. Sotuvimizda 3 bosh g'unajinni originallaridan kelgan o'shalarni qisqacha video obzorini qilib beramiz. Bo'lmasa biz obzorni boshladik. Hozir mana zagonga chekirib, polni syomkalarni qilib beramiz mollarni. Kimga kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Zo'rlardan kelgan akalar bizdan uzoqlashmaylik. Kanalimizga podpiska qilib, like tugmachalarini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Albatta kanalimiz rivoji uchun. Bo'ldi. Mollarimiz mana sutdan chiqdi. Mana shu ikkalasini sutdan chiqarganimizga 10 kun bo'ldi, xudo xolasa. Nima deydi? Sut ichish to'xtatgandan keyin mol bitta so'liydi, so'lish davri xudo xolasa tugadi. Mana endi mollar polni ovqatga kirib ketdi. O'shalarni endi obzorini qilamiz bo'lmasam. 7 ishchisi qayerdaligini akalarimizga mana. Azgina silosan beryapmiz. Bedani banglar yeyishyapti, xudo xolasa. Yomon emas. Bu zamanda zagonga kirib oldik, qadrli obunachilar. Kelinglar, mana shu Estondan boshlab qolamiz. Original Eston qidirgan akalar. Ha, jonivor, to'xta, kel jonivor. Boricha olib ko'rsatishga qaror qildik. Uni tashqariga olib chiqib keljon. Mana 3 oylik sutdan chiqardik. 15 kun bo'ldi. Yo'q, 10 kun bo'ldi sutdan chiqarganimizga. Bichimlariga, xaltalariga qaranglar buni. Mana mol uzun. Yeb ichishini mana video davomida ko'rdinglar. Hop, quloq raqami 7649 ekan. Original Eston. Limuzinni bo'ladi, mana tumshulariga ham qaranglar. Haqiqiy Eston. Badanida ortiqcha oqi yo'q. Hop, bu bilan mana bu bir par bo'ladi, xudo xolasa. Jonivor. Jonivor. Gibrid. Xaltalarni ko'rsatib qo'yman. Baqbaqalari osilgan, xudo xolasa. Qisqa qilamiz qadrli obunachilar, buni cho'zib, uyda qilmasdan qisqagina qilib qo'yamiz. Mana bori mana shu. 3 oylik sutdan chiqdi. 10 kundan oshdi bunga ham sutdan chiqqaniga. Ikkalasi ham mashina kelganda pochka narsalar edi. Mana oldilar. Baqbaqalar. Mana tumchiqda bitta ikkita tochka bor. Unaqa aynib ketmagan. Ha jonivor. Endi mana ham chipli deydimi? Bu mana kallalari ham bir o'zgacha. Mana. Joninni sog' bo'lsin. Bu onasiga polni to'ygan. Sutdan chiqqandan keyin mana nima deydi? Molni sutdan chiqqandan keyin bitta so'laydi-ku, so'limadi bu. Oyoq qo'llarini baqvatligiga e'tibor qilib qo'ydi, uzunligiga. Mana oldi taraflari so'skalardan ko'rsatib qo'y. Mana oldi taraflarini ko'rsatib qo'y. Mana zavodskoy to'qol. Bu ham zavod to'qol. Ana gibridimiz ham zavodskoy to'qol. Mana oldilari baqvat. Sutga to'ygan varianti. Hop, akalar endi buni narx-navolariga kelganda mana shved bilan sementarni tartishmasi. Bunga 13,5 million xayri bor kelishamiz, xudo xolasa. Zavod to'qol. Korobkalarni ko'rib oldinglar. Hop, men ikkalasiga jupiga 24 million xayri bor kelishamiz. Kelishilgan holatda dastlabki xizmatlar o'zi bor. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastlabki qilib beramiz. Mana endi bir sizlar orqalarini ko'rsatib qo'ying, kelib qoldi. Mollar mana ko'ryapsizlar, durkun, cho'zov narsalar. Uchalasini bir joyda olgan aka-ukalarga, uchalasini bir joyda olgan odamiga. Baraka narxi ichida dastlabki bizning bo'ynimizga. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastlabkasini qilib beraman. Mana jonivor. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.